Assalamu alaikum qeyrindaşlar. Men Rabia Qadirga 2019 savol qo'ygan. Necha kunning oldida og'zimni buzsammi, men bir xoinni tilladim. Xoinni tillash huquqimiz yo'qmi? Qurol tutilgan qo'llarda Facebookda yurdik. Qurol tutilgan qo'llarga. Xoin Uyg'urni setib olsa, xoinni tillashga ruxsat yo'q. Xoin deymiz. Uyg'ur tilida xoin deydi. Nima deyman, oqlamdim. Bunu medya oqamdım sizlarga o'xshash. Xoin desam nima bo'pti? Udulimga chiqsin. Men isbotliq so'zlayman, udulimga chiqsin. İştmişliklerini, cüret degan eliq bachivaz kötni, buni birini bilan yozg'izib, to'plablarga tashlasa, uqmaydi deb qolmasin. O bir yerda eliqi Türkiye'de Suriye'ye yolga sağan, adam yolga sağan eliq bir köt var. Şu kötni o'tag'izib, narsa yozg'izib chiqib uqmaydi emas. Men uqima, bilma. Mush Norvegiyadegilarni qo'ymayotdi. Eliq buzuqlar. Norvegiyaga buzuqlarni o'tirg'i selib, voy yoz. Men u yozg'izgacha udulimga chiqay Rabia Qadir. Men seni udulimga chiqsin dedim. Nochivasam chiqsa oldimga. Nima deysa deb chiqsa. Nima deysa deb chiqay oldimga. Men seni javob dedim. Deyma shu. Haqni solab bervasan, ko'chmalar idorasida siyosiy panalik tilashga jafo tatib qolgan ayollarni, yoshlarni nimalarni qilyapsan sen? Onu advokat deb yolg'ondan advokat kinishkisi yo'q bilimlarga solab berib. Bilmaydi deb qolma. Aqlsiz bo'lmasang, ashunda ishlarni qilamizlar qeyrindoshlarım. O yo'yining qog'ozini olmay turibmi siyosiy panalik tiligini bo'ladigan boshqa advokatlar orqali nimda Uyg'urlarning yotqiniga kirgizsizlar. Mushunchivala rasvochiliklar bor bilmamsizlar. G'ururinglar ko'tiramda sizlarningki. Men xoin deyman. Xoin bu. Uyg'urni sotgan tursa xoin demay nim deyman. Sen xoinlarning onasini men onam demdim. Sening onang yo'q bo'lsa, onangga ehtiyojing bo'lsa, xoinni onam deb yur. Gap tugidi. Udulimga chiqsin. Tilliganlarni udulimga chiq. Nochi bo'lsang udulimga chiq. Abdulhamid deganmi udulimga chiq. Jur'at deganmi udulimga chiq. Har qanday bo'lsa udulimga chiq. Men ochiqchilikda orqasini qo'shib bir yer tiqinib olib turib tillab o'ynamayman.